Assalomu alaykum. Ochiq bozordan sotuvga frizbiyalarimiz chiqdi. Bugungi sanamiz 2025 5-fevral. Biyalarimiz ma'lumotlar bo'ylari taxminan 1.67-68 atrofida, yoshlari 4 yashardan 6 yashargacha. 3 kilo bo'g'oz. Jonivor yovvoshligiga gap bo'lishi mumkin emas. Tayyor ishlab turgan zavodda mana. 3 oy 4 oylarda xudo xolasa tug'ilgan yovvoshligiga gap bo'lishi mumkin emas. Friz o'zi Toshkentda juda kam. Bunaqa buket 3 tasi bir joyda topishardi. Jonivor yaqin atrofda turib bersa xudo xolasa. Bu jonivorni 2 oy 3 oy kutasiz xudo xolasa. 4.000-5.000 dollardan o'ziga toylarini sotaverasiz. Kelsa Gollandiyadan, Yevropadan qidirib turib topa olmaydigan biyalar. Buni nima deysiz? Har yili bolasini olib tursangiz 2 yilda puli ham chiqib ketadi. Okamlar o'zlari qiziqar ekanlar-yu, lekin majburlikdan sotayotgan ekan, loyxonani buzayotganlar uchun o'zlari. Jonivor yovvoshligiga telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Yoshi 5-6 yosh atrofida, bo'yni balandligi 1.70. Shu zavodda mana xo'jayini shu ekan. Shunisini ham qo'shib berib orar ekanlar. Xudo xolasa bunisini minib maza qilib yurib, biyalardan bolalarni olib yursanglar, go'zalligi bir baho berib qo'yasizlar mana. Jonivor.